Assalamu alaykum. Mening ismim Gulnar Mamtimin. 2000 yil oxiridan hozirga qadar Shveysariyada yashayapman. Shveysariya grajdani. Men Xitoy Kommunist hukumatining Uyg'ur xalqi ustidan elib berayotgan irqiy va madaniyat qirg'inchiliklari ustida o'z oila tavobatlarining beshiga kelgan kulfatlari orqali guvohlik bermoqchi. 2017 yil 7 oyning 1-kunidan boshlab Xitoy hukumati oilamning men bilan bo'lgan har qanday normal aloqasini uzdi. Bu bo'lsa mening oilam. Bu bolsa mening inim Akbar Mamtimin. 82 yili 3-ayning 25-kuni tug'ilgan. Yük mashina şoförü. 2017 yili 8-ayning 5-ida ota-onamning 2009 yili 10 kunlik İstanbul ziyoratida bo'lganligi sababidan ularga vakolatan 2-3 kunlik o'g'inish qildi deb akirib ketgan. Hozirgacha qayerda nima ish qilyotdi ish uchurini bilmayman. Bu bolsa mening inim hem qizi bo'lib, qizi Tumaris 2003 yili 12-ayning 8-kuni tug'ilgan. 1,5 yildan birisi buniki nadiligini bilmayman, shundaqla kichik o'g'li Qudrat va ayolining qayerda qanday yashayotganligini bilmayman. Bu bo'lsa dadam Mamtimin Shamshi. 1940 yili 11-ayning 20-kuni tug'ilgan bo'lib, Kuchan Nayli Xalq sud mahkamasining vaqtida da'vo ishlari sudchisi. 2000 yil oxirida pensiyaga chiqqan. Dadam 2018 yili 5-ayning 31-kuni tugab ketgan bo'lib, o'limidan bir oy keyin xabar topdim va nima sababdan qanday tugab ketganligi va qanday dafn qilinganligi to'g'risida aniq ma'lumotga ega bo'lamadim. Dadam bolaligida ota-onasi boy pomchik deb qarilib, qarindoshlardan ayrilib, yetimchilikda cho'ng bo'lgan bo'lsa, qarigan vaqtda bolalardan ayrilib, azob ichida dunyodan ketdi. Bu bo'lsa mening opam Xalcham Damulla. 1948 yil 1-ayning 1-kuni tug'ilgan bo'lib, Kuchan Naylik Uyg'ur tibobat doktorxonasining pensiyaga chiqqan kadri. Men opamniki aloqamiz uzilgan bu 2,5 yildan buyon qanday holatda yashayotganligini bilmayman. Bo'libmi dadam tugab ketgan, inim lagerda yoki turmada so'langan ahvolda shundaqla yuqori qon bosimi, shakar kasali ahvolida turib, qanday holatda yashayotdi, nerede yashayotdi, bularni hech qaysini bilmayman. Bu menga og'ir darajada ruhiy zarba bo'lmoqda. Men o'z guvohligim orqali Xitoy hukumatining yurgizayotgan davlat terrorizm tuzumini bekor qilib, oila va urug' tuqqanlarining men bilan bo'lgan normal aloqasini asliga keltirishini shartsiz talab qilaman. Shundaqla begunoh lager va turmalarda yetayotgan necha millionlagan insonlarni shartsiz qo'yib berishni va ularning normal hayotga qaytirishni talab qilaman. Hamda xalqaro inson huquqlari tashkilotining Xitoy hukumatining bu jinoyatlarni surishti qilishini talab etaman.